Assalomu alaykum Tunikafon akalarimizga 430ligimiz idealniy holatda Sirdaryoga nomerlarini yozib qo'ydik. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar egasiga ham. Bu yoqda shu yangi fasonda 4 metrlini shu narsani bukadi, saydin deyiladi. Agar bu fason bo'lmasa, turba bukaman deydiganlarga shunaqani bukib bo'ladi, lekin bu fasonda bukib bo'lmaydi. Plankali eski fasondan bo'lsa, bu shivillerlar bo'lsa, ichiga o't ketaveradi, behijolat. Bu yoq ichiga o't ketadi. Oxirgi bukiladigan joyi. Jag'i ham 9 sm ochiladi. Keyin yulduzcha apparatimiz, do'ppicha apparatlarimiz mavjud. Keyin buni peshona bukiladigan, peshonalik hammasini bukadi. Yulduzcha apparatimiz bu yoqda yulduzcha apparatimiz 12,5 ga 12,5. Andijon boshqa nimalar ko'pi 11 ga 11 yasashyapti. Yulduzchani sal kichkinaroq, qichamroq chiqadi. Bu yoqda do'ppichamiz. Shu xolaga razmer chiqaraveradi bu. Kantopkari. Egalari shuni zakaz qilishgan, sal chiroyli chiqadi, bo'rtib turadi deyishgan. Bu yoqda kantopkasi, bu yoqda monos bo'lmaydi, kantopkasi deydi. Tekkizi bor. Zakazga qarab esa berilaveradi. Shpatilchasi. Tayyor do'ppicha. Bu yoqda universal burchakali degan oltita bo'ladi tig'i. 3 ga 1 olinaveradi. Ikkita 90 bo'ladi. Levi pravi xorliklarga qulay. Endi bukib ko'rsatamiz buni. Bu o'storlik bo'ladi pichog'i. O'rtalari ham ideal olib boradi. Biz Tunikafonchi emasmiz, o'sha ko'rsatib berishga nimamiz? Qo'ldan kelgancha ko'rsatib beryapmiz. Tunikafonchilar tez harakat qiladi. Olib borishlarini ham ko'rsatamiz. Ya, moshni chiqqan. Orqalari ham. Bu yoqda esa 56-36 lik rombik qayiradigan, eni 80 bo'ladi. Ichida bemalol aylanaveradi rombik. 56 lik rombik bemalol aylanaveradi. Siz tashqariga chiqarib turib aylantirmaysiz. Ichida aylanib tezlashaveradi. Bu shkalant rombik ustiga mokriy shkalant svet listlar qayriyati 1,5 bemalol qayraveradi. Bu ko'rsatamiz. Egasi tegib qolmaydi menetga. Pichoq avangardli. Bemalol qayraveradi. Egasi 25 lik, 35 lik ochib qo'ying degan. 3 ta hozir razmer. Boltlarni ko'proq qilib qo'yganmiz. O'sha qaysi razmer kerak bo'lsa kesib olaveradi o'zi. Bu olinadi. Buni boltni yechisizlar, buni ham yechiladi. Shuni olinadi. 56-36 lik shahmat bukuydigan.
bittada ikkita qayiradigan. Qo'yib olaveradi. Egasi zakaz shunaqa bo'lgan. Bunimiz pichog'i. Bu yerda palizlari bor. Sizlar olgandan keyin razmerdan qochib ketmaydi. O'sha palizga yana kiradi. 3 ta bolt bilan qatirib qo'ysalang bo'ldi. Bu yoqda Kazirogimiz. Nishona 45. Ayyo. 45. Yo'g'i 1 sent qaylasa bo'ldi. O'ntarib. Bu yoqda jodimiz. Yengil kesadi. Bu yoqda jodi. Bu yerda esa Tunuka soz aka zakaz qilgan. Yana 80 sentlik bittadan bukaman dedi. 1 sent bukadi ekan. Tunukaning lovlarini. Shunga zakaz qilindi. Agar razmeringiz boshqacha bo'lib qoladigan bo'lsa, metdan kesasiz. Yo, metrodan kesib turib qatirsa ham bo'laveradi, bemalol bukilaveradi. Ko'proq qo'yildi bunga ham bo'lib.